Toshkent Domodedosh bo'yicha begona emas, hali istoriya qo'ydi. Toshkentdan Domodedoga uchganda. Do'stim, qanaqa holat? Zo'r dahshat Domodedoga olinglar. Domodedo zo'r, aynan O'zbekiston fuqarolari uchun 5 daqiqa 10 daqiqada chiqasizlar. Dokumentlaring muammosi bormi yo'qmi? Domodedodan ko'proq olsang, Domodedodan chiqasizlar, xudo xolasa. Podvodit qilmasa, bunukilarga nisbatan Domodedo yengilroq. Endi O'zbekiston fuqarolari uchun, boshqa fuqarolar uchun sal qiyinroq bo'lyapti. Oldimizda Tojikistonning samolyoti ham kelib qo'ndi. Tojikistonliklar ko'pini дополнительный проверкаga olib ketyapti, lekin O'zbekistonga hech olib kelganini ko'rmadim hali. Tavsiya qilamiz Domodedoga kelinglar. Gapi, ko'rlaring xudo xolasa bugun istoriya qo'ydi. Ertaga talab endi bugun kech bo'ldi, ha? Ertaga talab videoni qo'yamiz. Akalar, opalar, biz xizmatdamiz. Videoga like bosib, обязательно tarqatib yuboringlar. Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha Любой aeroportda kutib olib kuzatib qo'yish xizmatlarimiz ham bor. Taksi xizmatlarimiz ham bor. 12 bo'lyapti. 12 da ham aeroportda hali. 12 da ham aeroportda emas, shu yerda o'z skameykada o'tirib, men bilet ham yozib o'tirdim, darajada do'stlar, to bu chiqqungacha. Xudo xolasa biz xizmatlarimiz. Sog'lik, salomatlik, o'zingizni ehtiyot qilinglar.